mana shu balonni sal ko'tarilgandan keyin almashtirmoqchi bo'lsangiz, dangratni ko'tarib olsiz, labbo'y oyna tep oynasi sinib ketishi mumkin. Shu narsa rostmi, yolg'onmi? Mana shu balonni ko'taryapmiz deylik, misol uchun ko'tardik. Oldimi, orqami ahamiyati yo'q. Balon ko'taryapmiz, yerdan almashtirmoqchi, yerdan uzilyapti, yerdan hop, ozgina uzildi yerdan deylik. Balonni oldingiz almashtirdingiz, yana qayta joyiga tiqib qo'ying. Bir tomon ko'tarasizmi, oldini ko'tarasizmi, orqani ko'tarasizmi, ahamiyati yo'q. Buni birdan ikki tomon ko'tarib qo'yish kerak yoki to'rtdan ko'tarib qo'yish degan narsa yo'q. To'g'ri bo'lishi mumkin, lekin deylik misol uchun mashinani ko'tarib qo'ygansiz, bir tomonni baland ko'tarib qo'ygansiz, mashinani qiyshaytirib qo'ygansiz. Endi tepasi sinishi mumkin bo'lgan holat. Sinmagan taqdirda ham misol uchun o'sha germetikalar misol uchun biron bir qismiga nafaqat bu mashina hech qanaqa ahamiyati yo'q. Любой mashinaning tepasi germetikasiga ta'sir bo'lishi mumkin. Qachonki baland ko'tarib qo'ysiz, baland ko'tarmas yerdan uzgansiz, almashtirish joyiga qayta tiqib qo'ydingiz, muammo yo'q. Buni bilish uchun misol uchun bilamiz, mashinani o'zi ko'pchilik ko'rgan bo'lsa ham kerak, o'zingizlar ham chiqib ko'rgan bo'lsangiz kerak hamchi, tezroq baqib ko'rdik biz. Tog'ga chiqqanimizda ham mashinamizni misol uchun katta yamalar ham chiqyapti, mashinamiz anaqa qing'ir-qish yo'llarda ham yuryapti. Dal shunday holatlar ham bo'lib qoldi, balonlar ko'tarib ham qo'ygan holatlar bo'lib qoldi. Misol uchun uch tomon tegib turib, bittasi ko'tarilib qolgan misol uchun. Shunday holatlar ham bo'lib qoldi, unda qiyshayib qoldi mashinamiz. Lekin shu paytda ham mashina o'zini yaxshi tutdi. Xudo xolasa bunaqa qiyshayib ketib, sinib ketib narsa bo'lgani yo'q. Bo'lishi mumkin emas, xudo xolasa bunaqasi bo'lmaydi. Faqat almashiryapsizmi, juda ham baland ko'tarib qo'ymang bo'ldi. Salomat bo'lamiz.